Mening ismim Josey Mayna. Osey Mayna deysizmi? Josey Mayna. Mayna. Men kasb bo'yicha o'qituvchiman. Qanday kasb dedingiz? Men kasb bo'yicha o'qituvchiman va men Bibliya fanining tadqiqotlar talabasiman. Avvalo, kelganingiz uchun sizga rahmat aytmoqchiman. Men har doim bu imkoniyatni orzu qilardim, chunki men odatda sizni YouTube'da kuzatib boraman. Shabbir Ali, Ahmed Didat kabi hamkasblaringiz orasida men sizni insoniyat tarixidagi asosiy himoyachi sifatida ko'raman. Kechirasiz, nima dedingiz? Men sizni insoniyat tarixidagi asosiy himoyachi sifatida ko'raman dedim. Va men bugun shu yerdaman, chunki mening savolimga samimiy javob berishingizga aminman. Ilmiy savol tug'ilganda siz oqilona javob olish uchun mutaxassisga murojaat qilasiz. Biroq bugun menda din bilan bog'liq savol bor va men sizning javobingizni eshitishni istayman. Meni qiziqtirgan savol bu taqdir masalasi haqida. Va mening savolim Qur'onga asoslangan va menda 3 ta savol bor. Mening birinchi savolim suraning 46-bob 9-oyatidan olingan. Men payg'ambar va uning ummatlarini taqdiridan xavotirdaman. Chunki u menga yoki ummatlarimga oxir oqibatda nima bo'lishi mumkinligini bilmayman degan. Nima bo'lishi mumkinligini bilmayman deydi. U men faqat ogohlantiruvchiman degan. Shunday qilib, shu nuqtai nazardan men bu qanday taqdir haqida gapirayotganidan xavotirdaman. Ha janob, nutq tezligini hisobga olgan holda biroz sekinroq gapira olasizmi? Men nutq tezligini nazarga tutyapman. Xavotir olmang. Shoshilmang. Rahmat janob. Savolingizni takrorlay olasizmi? Siz nimani nazarda tutayotganingizni aniq tushunmadim. Rahmat. Siz Qur'onning qaysi surasini nazarda tutdingiz? 40-nechinchi sura dedingiz? 46-9-oyatda. 9-oyat dedingizmi? U yerda nima deyilgan? Unda aytilishicha, payg'ambar unga va uning ummatlariga nima bo'lishini bilmaydi. U men faqatgina ogohlantiruvchiman deyilgan. Shuning uchun menda savol tug'iladi. Payg'ambarning va uning ummatlarining taqdiri nima bo'ladi? Birodarimiz savol berdilar. U Ahqof surasidagi 46-bob 9-oyatidan iqtibos keltirdi. Men bu tarjima to'g'rimi yoki yo'qligini tekshiraman. Ba'zan odamlar noto'g'ri tarjima qilishadi. 46-9. Bu men boshqa elchilar bilan bir xil ekanligimni anglatadi. Men yoki siz bilan nima bo'lishini bilmayman. Men faqat o'zim uchun ochiq bo'lgan narsalarga amal qilaman. Men sizlarni faqat mumkin bo'lgan xavflardan ogohlantirmoqchiman. To'g'ri, men faqat ogohlantiruvchiman deyilgan. Sizning tarjimangiz bundan farq qiladi. Bu yerda taqdir so'zi mavjud emas. Iltimos, uni yana o'qishga ijozat bering. Yana nimani o'qimoqchisiz? Tarjimasini. Buni kim tarjima qilgan? Iltimos, menga tarjimonning ismini ayta olasizmi? Ismini bilmayman. Bu yerda aslida arabcha matn bor. Siz arab tilini tushunasiz? Yo'q, men arab tilini tushunmayman. Mana agar men arab tilida o'qsam, bu Xudoning kalomi bo'ladi. Qur'onda arab tili butun umr davomida o'zgarishsiz qolmoqda. Har biri asl qo'lyozmaga asoslangan 2000 xil versiyada mavjud bo'lgan Injildan farqli o'laroq Qur'on bitta, faqat bitta Qur'on bor. Biroq uning tarjimasi boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun men sizdan kimning tarjimasini o'qiganingizni so'rayapman. Siz aytmayapsiz. Men bilmayman. Agar siz Salmon Rushdining tarjimasini o'qiyotgan bo'lsangiz, men buni qabul qilmayman. Menda Qur'on kitobi bor, lekin uning tarjimoni kimligini bilmayman. Ehtimol bu Shamil yoki boshqasi. Men buni bilmayman. Birodar, demak siz bunga amal qilmasligingizni anglatadi. Siz amal qiluvchi emas, balki o'qituvchisiz. Va agar siz o'qituvchi sifatida ushbu matnni kim tarjima qilganini bilmasangiz, bu sizning past malakangizdan dalolat beradi. Agar siz biron bir mavzuni o'rgatmoqchi bo'lsangiz, men voizman. Agar men muqaddas Injil kitobidan iqtibos keltirsam, sizga kitobning bir versiyasini aytaman. Qirol James versiyasi bo'ladimi, yangi xalqaro versiyami yoki zamonaviy tarjimasinimi, men sizga aytib beraman. Men keltirgan narsa, men Qirol James versiyasidan iqtibos keltirdim. Injilning asl qo'lyozmasi boshqacha va Qur'oni Karimda arab tili boshqacha emas, hamma joyda bir xil. Lekin siz arab tilini bilmasligingiz sababli biz tarjima qilingan versiyasini ko'ryapmiz. Men bu qanday tarjima ekanligini sizdan so'rayapman. Siz bilmayman deb aytasiz. Agar buni bilmasangiz qanday qilib buni iqtibos keltirasiz? Qur'onda bu haqda aytilgan emasmi? Bu Qur'on emas, Qur'on arab tilida yozilgan. Asl Qur'on arab tilida yozilgan, ingliz tilida yozilmagan. Siz tushunyapsizmi?
Agar siz ishonchli bo'lmagan tarjimonning tarjimasidan iqtibos keltirsangiz, masalan, siz men WSL tarjimasini o'qishni xohlayman deysiz, lekin WSL juda foydasiz tarjima. Siz buni tushunyapsizmi? Ushbu tarjimonlar Qur'onni noto'g'ri tarjima qilishgan. Siz tushunyapsizmi? Agar siz noto'g'ri tarjimadan foydalansangiz va odamlarni yo'ldan ozdirmoqchi bo'lsangiz, siz buni uchun kechirim so'rashingiz kerak. Shunday qilib, agar siz tarjimonning ismini bilmasangiz, bu tadqiqotingiz juda yomon degan ma'noni anglatadi. Siz tushunyapsizmi? Men o'qigan odam Abdullah Yusuf Ali. Siz tushundingizmi? Men tushundim. Siz qaysi tarjimondan iqtibos keltirayotganingizni bilmayapsiz. Shuning uchun uyingizga borib, tadqiqotingizni olib boring va men shunchaki aniqlik bilan qilingan tarjimani o'qib bermoqchiman. Yaxshi janob. Bu yerda shunday deyilgan: men elchilarning birinchisi emasman va kelajakda men va siz bilan nima bo'lishini bilmayman. Bu shuni anglatadiki, u kelajakda nima bo'lishini bilmaydi. Bu yerda taqdir haqida so'z yuritilmagan. Men faqatgina menga buyurilgan narsaga amal qilaman. Ya'ni bu men faqat Allohning buyruqlariga amal qilaman degani. Men sizga aniqlik kiritmoqchiman va sizni ogohlantirmoqchiman deyilgan. Men bu oyatda hech qanday muammoni ko'rmayapman. Muammo shubhada. Payg'ambar ikkilanib, shubhalanadi. U kelajakda unga nima bo'lishini bilmaydi. Kelajakda unga nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Buni hech kim bilmaydi. Hatto Iso ham bilmaydi. Bu Injilda aytilgan. Injilda hech kim kelajak haqida bilmaydi. O'sha kun va soat haqida hatto farishtalar ham, hatto inson o'g'li ham bilmaydi. Buni faqat Alloh taolo biladi deyilgan. Iso Masih yolg'onchi deb aytmoqchimisiz? Yo'q. Ammo Iso Masihning o'zi kelajakni bilmasligini aytgan. Siz nima qila olasiz? Siz nima ham qila olardingiz? Tamom. Javob yo'q. Ko'ryapsizmi? Iso Injilning xushxabarida dunyoga men bilmayman deydi. Va odam hamma narsani bila olmaydi. Bu holat normal holat hisoblanadi. U nimanidir biladi, nimanidir bilmaydi. Bu shuni anglatadiki, Iso Masih Muhammad payg'ambar singari inson edi. Ular Xudo emas. Xudo bilmayman deb ayta olmaydi. Shunday qilib, Muhammad payg'ambar bu haqda aytgan. Shunday emasmi? Hech kim, yo'q men hamma narsani bilaman deb da'vo qila olmaydi. Agar birortasi shunday desa, u shunchaki ahmoq va odamlarni aldaydi. Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallam buni aytgan. Iso payg'ambar ham buni Injilda aytgan. Agar ular bilmasalar muammo nimada? Axir ular inson-ku. Inson kelajakni bilishi shart emas. Axir bu muammo emas. Siz menga odam hamma narsani bilishini ayta olmaysiz. Siz olim emassiz. Mantiqiy fikringiz yo'q. Injil va Qur'on bilan tanish emassiz. Endi nima qilmoqchisiz? Lekin u payg'ambar emasmi? Kechirasiz. U payg'ambar emas. Kim payg'ambar emas? Payg'ambarlar hamma narsani bilishmaydi. Bu yerda aniq aytib o'tilgan. U men faqat o'zim uchun ochiq bo'lgan narsalarga amal qilaman degan. Payg'ambar faqat qudratli Xudo unga ochib bergan narsalarni bilishi mumkin. Shuning uchun hech kim bilmaydigan ma'lum bilimlar mavjud. Ammo qudratli Xudo xoh Muhammad payg'ambar bo'lsin, xoh boshqa payg'ambar bo'lsin, ba'zi ma'lumotlarni ochib berishi mumkin. Birodar, men sizning savolingizga javob berishga harakat qilyapman, lekin siz menga e'tibor bermayapsiz. Yo'q, bunday emas. Bu shunchaki Qur'on. Men Qur'onni ko'rib chiqdim, janob. Birodar, men sizning savollaringizga javob beryapman. Iltimos e'tiborli bo'ling. Biz bir vaqtning o'zida ikkita narsani qila olmaymiz. Siz buni tushunyapsizmi? Kechirasiz, janob. Muammosiz. Shunday qilib, payg'ambarlar qudratli Xudo tomonidan tanlangan odamlardir. Bu ularning o'ziga xosligini anglatadi. Ular hali ham odamlardir. Ularda odamlarga xos bo'lgan hamma narsa bor, lekin ular ulardan alohida ajralib turadi. Qudratli Xudo ular bilan gaplashadi. Agar qudratli Xudo bitta payg'ambarga bilim bersa, u buni biladi. U barcha bilimlarga ega emas, faqat qudratli Xudo barcha bilimlarga ega. Dunyoda hech kim barcha bilimlarga ega emas. Iso ham, Muhammad ham bunday ma'lumotga ega emas edilar. Ular faqat qudratli Xudo ularga ochib bergan narsalarni bilishgan. Bu yerda u shunday deydi: men faqat vahiy orqali menga singdirilgan narsalarga amal qilaman. Ular qudratli Xudo bilan to'g'ridan-to'g'ri gaplashadilar. Shuning uchun ular elchilar deb ataladi. Ular oddiy odamlardan yuqori, ular hali ham odamlardir. Qudratli Xudo ularga to'g'ridan-to'g'ri ochiladi, lekin siz va men uchun ochilmaydi. Siz tushunyapsizmi? Shunday qilib, elchilar Iso, Muso, Muhammad payg'ambar kabi odamlar orasida tanlangan odamlardir. Xudo ular bilan gaplashadi. Xudo ularga insoniyatni boshqarish uchun xabar berdi. Lekin bu ularning hamma narsani bilishini anglatmaydi. Shuning uchun bu noto'g'ri tushuncha hisoblanadi. Umid qilamanki, endi men hamma narsani aniq tushuntirdim. Xudoning barcha elchilari, ular ichki bilimga ega emaslar. Ular kelajak haqida barcha bilimlarga ega emaslar. Faqat qudratli Xudo ularga nimanidir ochishi mumkin. Va ular buni kelajak haqida bashorat sifatida aytishadi. Masalan, Muhammad sollallohu alayhi va sallam Qur'onda aytilganidek, bir necha yil o'tgach, rimliklar mag'lub bo'lishini aytdi. Xudo buni unga ochib berdi. Shuning uchun u bilimga ega, ammo hammasiga emas. Umid qilamanki, men savolingizga javob berdim.